Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən İftixar Abdurashid. Bugün peyshanba. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinglar günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Qurultayının asas qurğucu əzalarının biri, hazır qədər Qurultayda İcra Komitetining muavin rəisi, Qurultay fondining rəisi, Qurultay baş təftiş qatarlıq mühim vəzifələrdə bolğan və növbətdə Mərkəzi Washington Uyğur Tədqiqat Mərkəzinin rəislik vəzifəsini ötəۋatqan uzun yıllıq milli köreşçimiz Abdukim İdris əpəndimning vətəndəki mehribon dadisi Abdukerim Zikrulla İdrisning 2023 yılı 1 ayda 81 yaşında vafot bolğanlıqdan top-to'g'ri 7 ay keyin, ya'ni 16 avgust xabar tepishi uning milliy da'vo sepidagi sabdoshlarini, shundaqla muhojiratdagi qarindoshlarimizni cho'nqur azobga soldi. Dünya Qurultayının rəisi Dolqun İsa və hər qaysı əllərdəki Uyğur təşkilatlarının məsulları bu münasibət bilan Abdukim İdris əpəndimə yollagan təziyəsidə Abdukim İdris əpəndimdək bir fidakar milli köreşçimizni yetiştirgan Abdukerim Zikrulla İdris əpəndimning vafotidan cheksiz qayg'urganliklarini ifoda qilish bilan birga mərhum ustozimizga Allohdan rahmat, bütün oilasidagilarga sabr tilashdi. Dolqun İsa əpəndim bu münasibət bilan istansimiz qilgan so'zida navbatda mustabid Xitoy hokimiyati dunyo jamoatchiligining ko'zini bo'yash uchun ishki tashqi tashviqotlarda vatan Uyg'urlar chet ellarga erkin berib kelayotgandek, chet ellardagi Uyg'urlarning erkin azod holda vatanga berib kelayotgandek bir soxta manzarani yaratishga tirishayotgan bir paytda 20 necha yillik yaqin septishim va fidokor do'stim Abdukim İdrisning beshiga kelgan yuqorqi ichinish tragediya fashist Xitoy hokimiyatining razil moyitini va abdibashirsini yana bir qatim dunyo jamoatchilik oldida to'liq oshkorlab bergan bo'ldi deb ko'rsatdi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus telefon ziyoratini qabul qilgan Abdukim İdris əpəndim bu vaqtda o'zining tuyg'ularini ifoda qilib mundoq dedi. Dadam 1 ayda tugab ketibdi, 7 aydan keyin xabar topardik. Dadam 1942 yılı 8 ayının 15 günü şu Xotanda tug'ilib cho'ngib ekan. Biz aklımızı kelsak dadam nayte bir tirishchan, mo'min, ishchan bir odamdi. Dadam o'zining oilasiga, urug' tuqqanlarga, mahallaga nayte bir javobgar. O'zini hammadan mas'ul his qiladigan, hamma odamning ishi to'g'ri mengishini xohlaydigan shunday bir odamdi. Dadam o'zi yog'ochchi, xaret. Shu bilan nayte ustas etdi. Şunun bilan bizlarni betib cho'ng qilib, biz 7 bola. 7 bolaning cho'ngi men. Boshqalarning bu qarindoshlarim qori Qur'on shunday o'qib yetishgan bolalar. O'zini aytib ilm suyar, ma'rifatparvar bir kishidi. Ahli ulamolarga, ziyolilarga nayt ehtiromi botdi. Ularning gapini tingshashga bak amroq dedi dadam. Dadam bilan shu 2017 yılı 25 aprelda ahir qatim şu anam bilan kurashganda kurashaligan. Mana tunigun 2298 kun bo'lganda shu yili 1 ayda vafot etib ketganligining xabari keldi. Bu xabarda singillarimning, inilarimningki sirti yo'q, ya'ni lagerning ichida degan mazmunda anamning vatan salomati yaxshi emas ekan. Qaraydigan adam yo'q. Abdukim İdris əpəndimning oilasi bilan bo'lgan munosabati 2017 yili butunlay uzilgan bo'lib, Xitoy hokimiyati uning chet elda Xitoy qarshi olib borgan harakatlardan o'chilish maqsadida uning Xotandagi oila a'zolariga zarba berish harakati boshlagan va Abdukim İdris əpəndimning dadisi, opasi, singlisining o'z ichiga olgan taxminan 50 nafarga yaqin oila a'zosi butunlay turmalarga va jazo lagerlariga qamalib, oilasining ishki hukumat tarafidan pechatlangan edi. Abdukim İdris əpəndim Uyğur Hərəkət Təşkilatının rəisi Roşan Abbas xanımның yoldaşı və Dünya Qurultayının ali məsləhətçisi və Uyğur Akademiyasının baş rəisi Dr. Rişat Abbas əpəndimnin qeyninisi olub, Dr. Rişat Abbas və Roşan Abbasның vətənlik tuqqanlarına Xitayning o'chilish xarakterlik zərbi berishga uchragan. Dr. Rişat Abbasның vətənlik singlisi və Roşan Abbas xanımның hədisi Dr. Gülşan Abbas xanım Xitay hakimiyeti tərəfindən 2019 yılı 3 ayda quruq töhmət bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Ve onun qamoq jazosiga hukm qilinganligidan chet ellik tuqqanlari 21 aydan keyin, ya'ni 2020 yili 12 ayda xabar topgan edi.
Kişilik huquq qoğduvchilarini mudofaa qilish tashkiloti tarafidan yaqinda Turkiyada Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan davlat halqon bostirishining nishoniga aylangan Uyg'urlar sarlavhalik doklad e'lon qilindi. Mazkur dokladda Xitoy hukumatining Xitoydagi yerli xizmat guruhlari, chet eldagi diplomatik xodimlari va Turkiyada uchur to'plag'uchilar qatnashgan davlat halqon torlarini qanday qilib chet eldagi Uyg'urlarni nazorat qilish va kontrol qilishga qo'llanganligi, Xitoyning Turkiyada yashaydigan Uyg'urlarni bir-biriga jasuslik qilishga qanday besim qilayotganligi ko'rsatilgan. Dokladga asoslanganda Xitoy soqchilari yuqorida tilga ilingan torlar orqali to'plangan axborotdan foydalanib, Uyg'urlarni jasuslikqa, kishilik huquq dafsanchiligiga sukut qilishga yoki Xitoy kompartiyasini maqtaydigan tashviqotlarni qilishga majburlagan. Dokladda berilgan misollar qaraganda, Xitoy soqchilari muhojirat Uyg'urlarning yurtida qolgan oila a'zolarini ko'zir qilish orqali ochiq yoki vositalik holda tahdid solgan. Kishilik huquq qo'g'duvchilarini mudofaa qilish tashkiloti o'zining ijtimoiy taratqusida bu dokladda ko'rsatilgan Xitoyning davlat halqon bostirishlarining faqat Turkiya bilan cheklanmaydiganligini ta'kidlagan. Ular Xitoy hukumatining Turkiyadagi Uyg'urlarni turli usullar bilan Xitoyga qaytarib ekitayotganligini eskartish bilan birga, muhojirat Uyg'urlarning o'zlarining bexatarligiga kapolatlik qila oladigan 3-chi bir davlatga ko'chishini tavsiya qilgan. Amerika davlatlik radio televiziya shirkati NBC mazkur doklad haqida maxsus xabar tarqatgan bo'lib, xabarda Turkiyadan Marokashga borgan Idris Hasan ismli Uyg'ur yoshning Marokash davlat xavfsizlik xodimlari tomonidan 2021 yil 7-oyning 19-kuni Marokashning Casablanca aerodromida qo'lga olingandan buyon shu yerdagi bir turmada tutib turilayotganligini tilga olgan. Xitoy hukumati Marokashdan Idris Hasanni Xitoyga o'tkazib berishni talab qilayotgan bo'lib, xalqaro kechirim tashkilotini o'z ichiga olgan 40 dan ortiq kishilik huquq tashkilotlari Marokash hukumatidan Idris Hasanni Xitoyga o'tkazib bermaslikni talab qilmoqda. Idris Hasanga o'xshash o'zlarini Turkiyada bexatar his qila olmaganlik uchun Turkiyadan boshqa davlatlarga o'tkazishga tirishayotgan Uyg'urlarning 3-chi bir davlatga berishimi Xitoyning davlat halqon bostirishiga uchrayotganligi ma'lum. Dokladda Turkiyada Turkiya soqchilari tomonidan tuyuqsiz tutib turish markazlariga ilib ketilayotgan va Turkiyada tutilib Xitoyga qaytarilishidan ansirab sarosimda yashayotgan Uyg'urlarning xili borligi qayd qilingan. Kishilik huquq qo'g'duvchilarini mudofaa qilish tashkilotining faoliyat ishlari direktori Laula Hart bu doklad haqida Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimiga yo'llagan izohat maktubida mundaq deb ko'rsatdi. Dokladda ta'kidlangandek, Xitoyning davlat halqon bostirishi Turkiya bilan cheklanib qolmasdan dunyoning har qaysi joylarida yuz beryapti. Har qaysi hukumatlarning o'z zaminida turayotgan barliq kishilarning asos huquqi va erkinligini qo'g'dash majburiyati bor. Kishilik huquq qo'g'duvchilarini mudofaa qilish tashkiloti Xitoyning davlat halqon bostirish siyosati orqali har qaysi davlatlarning egilik huquqi va asosiy kishilik huquqiga ig'ir daxl taruz qilinayotganligiga qarshi har qaysi davlatlarni harakatga o'tishga tashabbus qiladi. Kanada hukumatining chet eldagi Kanada korxonalarining savdo faoliyatini nazorat qilish idorasi 15 avgust kuni Amerikaning xalqaro danglik kiyim moda shirkati Ralph Laurenning Kanada tarmoqining Uyg'ur majburiy emki bilan bo'lgan aloqasini tekshirishni qaror qilgan. Ralph Lauren bu organning yaqinqi bir oy ichida Uyg'ur majburiy emki bilan bo'lgan aloqasini tekshirdiganligini e'lon qilgan 3-chi shirkat hisoblanadi. Kanada korxonalarining faoliyatini nazorat qilish organining bosh nazoratchisi Sherry Mayahofer o'tgan oyda Nike shirkatining Kanada tarmoqi bilan Kanada Xon jamiyat 6 shirkatining Uyg'ur majburiy emki bilan bo'lgan aloqasini tekshirishni qaror qilganligini e'lon qilgan edi. Bosh nazoratchi Sherry Mayahoferning Ralph Laurenni o'z ichiga olgan yuqorqi 3 shirkatni tekshirish qarori Kanadadagi 28 kishilik huquq ommaviy tashkilotining o'tgan yili 14 shirkat ustidan sungan arziga asosan chiqarilgan. Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish harakati, Uyg'ur musofirlarini qutqizish fondi qatorliq 28 ommaviy tashkilot Kanada korxonalar bosh nazoratchisi Ralph Lauren, Gobimin, Nike, Xon jamiyat 6-chilik shirkati qatorliqlarni o'z ichiga olgan 14 shirkatning Uyg'ur majburiy emkini ishlatayotgan yoki uningdan foydalanayotgan Xitoy shirkatlari bilan ta'minlanish munosabati borligiga oid dalillar bilan ta'minlagan. Sherry Mayahofer 15 avgust e'lon qilgan yozma bayonotida har bir arizning atrofliq va unumli ravishda baholab chiqilganligini bildirgan. Bayonotda "Men Ralph Laurenga qartilgan shikoyatning tekshirilishi kerakligini qaror qildim. Gobiminga qartilgan shikoyatni ko'zdan kechirgandan keyin bu shirkatning siyosatini qayta tartibga solishi, uning kun tartib belgilab qayta tartibga solgandan keyingi siyosatini biz bilan o'rtoqlashishni tavsiya qilishni qaror qildim" deyilgan. Sherry Mayahofer xonimning aytishicha, bu organ har qanday bir arz shikoyatni tekshirishni qaror qilishda belgili qoida o'lchamlarni asos qildi ekan. Ma'lum bo'lishicha, 28 ommaviy tashkilot arz shikoyatida Ralph Laurenning Sanji Yida to'qimchilik shirkati va Yager to'qimchilik guruhi bilan bo'lgan ta'minlanish munosabatiga oid dalillarni sungan ekan. Halbuki
Avstraliya Strategiyalik Siyosat Instituti 2020 yılı e'lon qilgan tekshirish dokladida Sanji Yeda to'qimchilik shirkati bilan Yager to'qimchilik guruhining Xitoy hukumatining Uyg'ur emgak kuchlarini yo'tkab ishiltish programmasiga qatnashganligiga doir dalillarni oshkorlagan. Arz shikoyatda Ralph Laurenning 2020 yılı 8 oydan 2021 yılı 3 oygacha bo'lgan oralikda Yeda guruhining Vietnam va Hong Kongdagi tarmoq shirkatlaridan Kanadaga 24 yo'llanma import qilganligiga doir talon ta'minlab, buning Ralph Lauren ilgari e'lon qilgan bayonotidagi Xinjiangda ishlab chiqarilgan har qanday ship, raq yoki mahsulotni ishlatmaymiz degan so'zlarga xilof ekanligi ta'kidlangan. Kanada McDonald Laurer Institutining oliy tadqiqotchisi, yuqorqi arz shikoyatining qonun maslahatchisi advokat Sara Taykning aytishicha, bosh nazoratchining Ralph Laurenni tekshirishni qaror qilishi arz shikoyatining talabga loyiq bo'lganligini ko'rsatdi ekan. Sara Tayk 16 avgust bu vaqt matbuotlarga to'xtalib mundaq dedi: Agar siz Kanada korxonalari nazorat qilish idorasining tor betidagi mashg'ulot tartibiga qarasangiz, uning har qanday arz shikoyat ustidan tekshirish elib berish bormasligini qaror qilishida 5 omil borligini ko'rsatadi. Shunga bizning qarashimiz shuki, Kanada korxonalarini nazorat qilish idorasi bizning arzimizni bu 5 xil omilga tushidi deb qarab tekshirish elib berishni muvofiq ko'rgan. Sara Taykning qayd qilishicha, Kanada korxonalarini nazorat qilish idorasining bu shirkatni tekshirishni qaror qilishning intayin muhim ahamiyati bor ekan. Sara Tayk mundaq deydi: Buning intayin muhim ahamiyati bor. Uning muhim tarafi shuki, nazorat organi bu o'rinlarning Uyg'ur majburiy emgaki bilan bo'lgan aloqasini tekshirdi. Chunki bu masala Nike Xan Jamat oltinchilik shirkatiga o'xshash bir yoki ikki shirkatning masalasi emas. Bu nihoyatda keng tarqalgan bir masala. Uyg'ur majburiy emgakiga oid bu arz 10 net shirkatga chetildi. Bir ittifoq bo'lish sifatimizda 14 shirkatni arz qildik. Nazorat organi har bir arzimizni davomli ko'rib chiqib, qoida tuzum asosida bir taraf qilish kerak. Uning oldimiz kapitlarda taxim ko'p qarorlarni e'lon qilishni kutamiz. Eng muhimi, uning barliq shirkatlarni ko'rib chiqishidir. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 16 avgust kuni bir bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini Xitoydagi qartalliklarga qartilgan irqchilikni e'tirof qilishga va uni ayblashga chaqirdi. Ular bayonotida mundaq degan: Xitoy hukumati har xil ijtimoiy aloqa to'g'risida keng qo'rsaqlikni ilgari surish va bir taraflama qarashga qarshi turish tadbirlarini qo'llanishi kerak. Hukumat tanqid qilingan mazmunlarni nihoyat tezlikda o'chiradigan Xitoy hukumati Xitoyning ijtimoiy aloqa usullaridagi o'chmanlik, irqiy kamsitish va hatto zo'ravonlikni keltirib chiqaradigan irqchilik oid mazmunlarni o'chirish kerak. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining deyishicha, yaqin yillardan buyon Xitoyning ichi va sirtidagi qartalliklarga qartilgan irqchilik xohishlari Xitoydagi torbetlarda keng umumlashgan va nihoyat qiziqish qo'zg'aydigan mazmunga aylangan ekan. Ular 2021 yilning oxiridan boshlab bu tor supurlardagi yuzlagan sin va yozmalarni analiz qilgan bo'lib, Xitoyning asosli ijtimoiy aloqa supurlari bo'lgan Bilibili, Douyin, Kuaishou, Weibo va Xiaohongshu qatorliqlarning torbetlarining irqchilikqa oid mazmunlarga tadbir qo'llanmaydiganligini bayqagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining oliy tadqiqotchisi Wang Yachu mundaq degan: Xitoy hukumati Xitoy Afrikaning mustamlikachilikka qarshi ittifoqlikni doim tashviq qildi-yu, o'xshash vaqtda internetda qartalliklarga qartilgan keng ko'lamli o'chmanlik so'zlarga e'lon qilmaydi.改变只需一颗俏皮洗衣溶珠，俏皮全国招生热线。Beijing Afrikaga mablag' silish va Xitoy Afrika do'stligining bir taraf qilinmagan irqchilik keltirib chiqargan ziyonni asli keltirilmaydiganligini to'nib yetish kerak. Mazkur organning bayqishicha, Xitoydagi torbetlarda qartalliklarga qartilgan kamsitish asosli ularni nomrod va beqindi deb tasvirlash, ondan yana Xitoy ayollari bilan to'y qilgan qartalliklarni Xitoy irqini buzdi deb ayiblash va u Xitoy ayollarini o'ch ko'rish, hatto o'lim bilan tahdid qilish, qartalliklarni umumyuzlik qirib tashlashni tashabbus qilish, ularning Xitoyda o'ltiraqlashishini cheklashdek mazmunlarni asos qildigan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bayonotida bundaq ideyalarga vaqtida tuzish berilmasa, xatarlik oqibat kelib chiqadiganligini ogohlantirib, Xitoyni darhol tadbir qo'llanishga chaqirgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xo'sh.